Assalomu alaykum, Katyolus kanali hurmatli tomoshabinlari. Yangilangan dizayndagi o'zimiz ishlab chiqargan milliy ko'mirli katyolimiz. Klientlarga qulay bo'lish uchun juda ham ko'p joyga o'zgartirishlar kiritib yordik va ko'mir soladigan topkasi bunkerini sal kattaroq ishlab chiqardik. Ichidagi yonayotgan ko'miri uzoqroqqa yetish uchun. Bu katyolimizni hozir sizlarga boshidan oxirigacha batafsil tushuntirib o'taman. Videoga bitta like bosib, ko'mirli katyollar bilan tanishlarga shu videoda jo'natib qo'yasizlar. Biz manzil Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanida katyollar showroomimiz bor. Xolasiz Cooper rossiyskiy katyollar, o'zimiz ishlab chiqargan bunkerli katyollar hamda o'sha polski jaradan olingan garniak katyollarimiz, termograf, turetskiy, har xil ko'mirli katyollarimiz bor. Bu tanishtirayotgan katyolim 30 kvadratlik, 200 kvadratdan 300 kvadratli xonadonlarda bemalol isitib beradi. Eshiklari ham polniy yangilandi, bunker qismi kattalashdi va kalasniga vadimnoy qilindi. Oldingi katyollarda bilsalaring cho'yan bo'lardi. Kimgadir xohlasalang cho'yan qilib beramiz, xohlasalang shu ko'rinishda vadimnoy kalasnik qilib beramiz. Bu vadimnoy kalasnik deyotganimiz o eng pastki qismida o'sha eshigida cho'yan bo'lardi. Tepadan yonuvchi verxniy katyolimiz. Iloji boricha bunkerni katta qilib 18 soat, 24 soat yonishga mo'ljalladik katyolimizni. O'sha bir sutkada bitta zapravka qiladigan qilib ishlab chiqarishga harakat qildik. Endi buni bunker qismi katta edi, ko'mir ko'proq sig'adi va bir sutka yonadi. Bu bir sutka yonish uchun sistemangiz ham zo'r bo'lishi kerak va o'sha xonadoningizda teplоизоляцияsi ham yonayotgan ko'mir sifati ham a'lo darajada bo'lsa, shu aytilgan soatlarda yoqib beradi. Bu katyolimizni garantiyasiga kelsak, katyolni ichki, tashqi valit joylaridan, o'sha svarka joylaridan, shoplardan suv qo'ymasligiga garantiya beramiz hamda katyolda asosiy vazifasi suvni qaynatib va sistemaga yo'naltirib berish. Shu suvni qaynatishiga garantiya beramiz. Katyolimiz juda ham sifatli ishlab chiqarishga harakat qildik va tepadan yonuvchi katyolimiz bunkeriga ko'mir solib, tepadan yoqib qo'yasiz va 4 metr teplanmenlikdan o'sha ko'mir yoqasimi, o'tin yoqasimi, hamma issiqlik shu katyolda ichida qoladi. Demak, 92 kpd ga ega, 92% olib qoladi. Katyolimiz o'sha termostati, ventilyatorimiz точный ishlash uchun o'zini o'sha original suvni ichidan прямой oladigan, sezadigan termostatini o'rnatdik va tagiga ventilyator o'rnatdik. Oldin katyollarimiz bilsalaring yonida yo bu tomonida bo'lardi. Biz o'rtaga olishimiz sababi, agar bu tomonda ventilyator bo'lsa, bu tomon ko'proq yonib, nari tomon yaxshi yonmayotdi yoki nari tomon yaxshi yonib, bu tomon yaxshi yonmayotdi. Shuning uchun bunkeriga bir xil havo berish maqsadida o'rtaga qo'ydik va havoni hamma tomonga bir xil taqsimlash uchun shu o'rtaga o'rnatishga qaror qildik. Va mana orqasi teplanmenlikni ochamiz. Teplanmenlik 4 metr bor. Bu eshiklari uzoqroq klientga xizmat qilish uchun 4 mmlik listdan teplanmenliklarda bo'lish uchun va tepaga issiq bermaslik uchun. Bu eshigimiz ko'proq xizmat qilish uchun 4 mmlik listdan foydalandik. Xuddi shu listda tashqarida ham bor, bunker qismida. Mana shu yerda o't yonadi. O't ko'ryapsizlar, turbalar vadimnoy kalasnik qilindi. 6 mmlik listimiz. Bu eshigimiz ham ko'proq foydalanish uchun va betga kuch kelmasligi uchun, issiq urmasligi uchun betga ham bitta list qo'yib qo'ydik va hozir tag qismini ochamiz. Astiga kul oladigan va cho'q oladigan eshigimizni ochdik. Bu yerda ham mana 6 mmlik qalin listimiz bor. U issiqlikni zashta qilish uchun mana shu yerda vadimnoy kalasnik, ham bu eshikni ochganingizda ham pastdan kul olasiz va yonmagan cho'qlarni va toshlarni tozalab olish uchun alohida xod yaratdik. Eshigini bitta qildik. Eshigini ham ko'rayotgan bo'lsalaring, katta qilindi va ikkita qilmasdan bitta qilib qo'ydik. Ham cho'q oladi, ham kul oladi. Bu katyolimizga agar elektr doimiy va katta quvvatda elektr bo'lsa xonadonda, tenga ham xodi bor va tozalashga o'sha juda ham qulay. 4 metr teplanmeni tozalaganingizda musur puzur shlaglar tushib, pastda ham olishga
luki bor. Hamma tozalagan narsiz o'sha axlatlar pastga tushadi va shetdan olinadi. Kotelimizni dimoxodi ko'p ustakalarimizni talab va istaklariga binoan kotelimizni traynoylik qildik mana. Tepadan kondensat boshqa axlatlar bo'lsa, mana shu yerda mana ochib turib tozalanib olaveradi va go'da devorning ichiga dimoxod tiqishyapti. Bu traynoyni olib qo'ysa ham bo'ladi va tozalashga qulay bo'lish uchun gayka boltli qilib traynoyni oladigan qilib ishlab chiqardik. Kotelimizni ilgani xodi bor va podachi bor va vizibnoy klapanga joyi bor, tenga ham joyi bor va obratga bu tomonda bo'ladi. Bu kotellarimiz zakazga qarab 3 mm lik yo 4 mm lik listlardan ochiq va yopiq sistemalar uchun qilib beramiz. Kotelimiz mana eshiklarga bitta e'tibor berasizlar. Juda qiynalchilik tug'ilsa ham chiroyli qilib qilyapmiz. Eshiklarimiz mana полный ligrovishni. Agar mana shu yerdan tutun, hid yo cho'q chiqadigan bo'lsa, mana shu yerda bo'shatib turib, aqa-baqa ligrovka qilinaveradi va kotelimizni eshigiga bitta alohida baho berasizlar. Xohlasalar, agar bu tomonga ochilish sizga yoqmasa, mana shu yerlarda bo'shatib turib, mana shu xohlasangiz eshikni bu tomonga qayrab olsangiz bo'ladi va bu tomondan ochilib yopiladigan qilsa bo'ladi. Hamma eshigini, pastdagi eshigi, o'rtadagi eshigi, luki hammasini sizga agar neudobniy bo'lsa, baqa ochib yopsangiz bo'ladi yoki bu tomonga ligrovka qilib olsangiz bo'ladi. Bu tanishtirib o'tgan kotelim 30 kilovatli bo'lib, ichiga o'ziga 85 litr suvni oladi va 390 litr suvda sirkulyatsiya qilishga bemalol kuchi yetadi. Hali kuni qisqa video jo'natganimda batafsil ma'lumot berib dodilang. Mana xudo xolasa bugun video qildim. Video yoqqan bo'lsa albatta like bosib qo'yasizlar. Kotelimizning narxigacha aytib o'tdik. 30 kilovatli kotelimiz bu 200 dan 300 gacha xonadonlar bemalol istadi. 2025-yil 18-aprel sanasiga 8 million 300 ming so'm bo'lyapti. Bu ko'rinishli kotellarimiz 100 kvadratdan 3000 kvadratgacha xonadon va zdaniya issiqxonalarga bemalol ishlab chiqaramiz va yetkazib beramiz. Kotelimiz katta kvadratlarga kattalashaveradi va kichkina kvadratlarga bundan ham kichkina bo'lib bemalol bo'laveradi. Qaysi kvadratga narx qiziq, kommentariyaga xudo xolasa yozsang, javob berishga harakat qilamiz. Bizning manzil Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanida kotellar showroomimiz bor. Xolasiz Cooper rossiyskiy kotellar, o'zimiz ishlab chiqargan bunkerli kotellar hamda o'sha polski jaradan olingan garniak kotellarimiz, termograf, turetskiy, har xil ko'mirli kotellarimiz bor. Videoga like bosib qo'yamiz. Kimga shunaqa kotellar kelsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaveramiz.